Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Platonning davlat asari bo'yicha o'z fikr va mulohazalarimizni bildiramiz. Qadimgi Yunon falsafasi tarixida inson tafakkurining eng ulkan yodgorliklaridan biri sifatida qaraladigan Platonning davlat asari nafaqat siyosiy falsafiy risola, balki inson tabiatini, adolat mohiyatini, tarbiya masalasini, hokimiyatning ma'nosini, bilim va jaholat o'rtasidagi kurashni, ruhning ichki tuzilishini hamda jamiyatning ma'naviy asoslarini yoritib beruvchi keng qamrovli asardir. Mazkur asar antik davr tafakkurining cho'qqisi bo'lish bilan birga keyingi ming yilliklar davomida G'arb va Sharq siyosiy falsafiy tafakkuriga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Davlat oddiy siyosiy loyiha emas, u mukammal inson va mukammal jamiyat haqidagi orzu, inson kamolotining nazariy modeli va axloqiy dunyoqarashning falsafiy ifodasidir. Asar suhbat shaklida yozilgan bo'lib, unda asosiy suhbatdor sifatida Suqrot qatnashadi. Platon o'z ustozining falsafiy uslubidan foydalanib, murakkab masalalarni dialog orqali ochib beradi. Shu sababli davlatni o'qish davomida o'quvchi bir tayyor hukm yoki buyruqqa emas, balki fikrlar kurashi, mantiqiy izlanish va savollar va javoblar orqali shakllanadigan haqiqatga duch keladi. Asarning boshidan oxirigacha davlat, tarbiya, san'at, ruh, falsafa, bilim, haqiqat va ideal jamiyat haqida keng qamrovli nazariyalarga aylanadi. Asar Pier portidagi suhbatdan boshlanadi. Suqrot Glavkon bilan bir diniy marosimdan qaytayotganda Polimarx ularni otasini uyiga taklif qiladi. Shu tariqa suhbat boshlanadi. Dastlab suhbat keksa Kafel bilan olib boriladi. Kafel hayot tajribasiga ega inson sifatida adolatni, rostgo'ylik va qarzlarni qaytarish bilan bog'laydi. Unga ko'ra, inson halol bo'lsa va o'z majburiyatlarini bajarsa, adolatli hisoblanadi. Bu qarash oddiy axloqiy tushunchaga asoslangan bo'lsa-da, Suqrot uni chuqurroq tahlil qiladi. Agar aqldan ozgan kishi qarziga berilgan qurol qaytarilsa, u bu qurol bilan odamlarni o'ldirsa, bu adolat bo'ladimi degan savol orqali oddiy ta'rifning yetarli emasligini ko'rsatiladi. Birinchi kitob yakunida adolat hali o'z yechimini topmaydi, aksincha savol chuqurlashadi. Bunga ko'ra, Glavkon va Adimat Suqrotni adolat o'zidan o'zi yaxshi, o'z-o'zini tiklaydi degan fikriga qarshi chiqishadi. Ya'ni inson o'zi tabiatan adolatsizlikka moyil, agar unda imkon bo'lsa, adolatsizlik qiladi va qonunlar orqali jazodan qo'rqib, adolatni ushlashga harakat qiladi degan fikrni ilgari suradi. Va bu yerda Glavkon o'zining Giges o'ziga masalasini tashlaydi. Ya'ni bunga ko'ra, agar insonda ko'rinmas o'zlik bo'lsa, undan foydalansa, inson hali ham adolatli bo'ladimi va qonunlarga bo'ysunadimi degan savolni o'rtaga tashlaydi. Va bu Suqrotning o'z qarashlarini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Bunga ko'ra Suqrot yangi yo'nalishga o'tadi, ya'ni adolatni davlat ta'minlash kerak degan fikrni olg'a suradi. Va bu yerda ideal davlat modeli qurilishni boshlanadi. Platon aytib o'tganidek, ideal davlat qurish mumkin emas va shu tufayli Suqrot davlatni inson ehtiyojlari bilan bog'laydi. Ya'ni insonlar o'z ehtiyojlarini o'zi qondira olmaydi va ular jamiyatga birlashadi. Jamiyat o'z-o'zini boshqarish uchun esa ularga oddiy qonunlar kerak bo'ladi va shu yerda o'z navbatida davlat tashkil etiladi. Lekin davlat o'z-o'zini himoya qila olmaydi. Xalq orasida janjallar, urushlar kelib chiqadi. Shu sababli Platon davlatga qo'riqchilar kerak degan fikrni ilgari suradi. Qo'riqchilar masalasi siyosiy jihatdan markaziy nuqta hisoblanadi. Ya'ni ularning asosiy vazifasi davlatni himoya qilibgina qolish emas, aksincha uni ma'naviy, ma'rifiy rivojlantirish ham hisoblanadi. Ya'ni agar qo'riqchilar faqat kuch jihatdan kuchli bo'lsa, buning o'zi yetarli hisoblanmaydi. Ular o'z navbatida aqlli insonlar ham bo'lishi kerak. O'z navbatida faylsuflardek fikr olg'a surishlari, fikrlashlari, serjavob bo'lishlari talab etiladi. Shu jihatda Platon tarbiya masalasini ham ilgari suradi.
Ya'ni tarbiyada san'at va adabiyot muhim rol o'ynaydi. Bolalar ongiga singadigan hikoyalar, miflar axloqiy ta'sirni rivojlantirishda juda katta rol o'ynaydi degan fikrni ilg'or suradi. Va bunga asosan Platon ayrim mifik janrdagi hikoyalarni, she'rlarni adabiyotdan chiqarib tashlash kerakligini, xususan Gomerning xudolar urushi, janjallari haqidagi masalalarni olib tashlash kerakligini aytib o'tadi. Lekin Platonning san'at to'g'risidagi fikri juda murakkab hisoblanadi. Sababi san'at bu eng kuchli qurol bo'lib, u orqali butun insoniyat madaniyatini, axloqini qayta qurish mumkin. Shu tufayli san'at nazorat qilinishi kerak degan fikrini mahkam ushlaydi. Va Platon qo'riqchilarning hayot tarzini ham batafsil belgilaydi. Ya'ni ular shaxsiy mulkka egalik qilmasliklari kerak, chunki boylik va kambag'allik o'z navbatida shaxsiy manfaatni keltirib chiqadi va shaxsiy manfaat jamiyatning qulashiga olib keladi. Buni biz Rim misolida ko'rishimiz mumkin. Ritsarlarga shaxsiy huquq berilgandan keyin ular o'z navbatida biror bir davlatni bosib olgandan keyin xalqni, madaniyatni, shu bilan birga shahar, qishloqlarni talon-toroj qilishadi. Ya'ni agar insonda shaxsiy manfaat rivojlansa, qo'riqchilar orasida davlat manfaati pastga tushib ketadi degan fikrni tasdiqlaydi. 5-kitobda Platon eng mashhur va hozirda ilg'or surilayotgan g'oyalarni aytib o'tadi. Davlatni boshqarishga qobiliyatli bo'lgan ayol o'qishi, o'rganishi va davlat boshqaruviga aralashishi kerak degan fikrni aytib o'tadi va shu navbatda faylasuf podshoh degan fikrini ilgari suradi. Ya'ni podshoh shunchaki hiylakor, gapga usta odam emas, balki haqiqatni sevuvchi, fikrlovchi inson bo'lishi kerak degan fikrini aytib o'tadi. 6-kitobida esa faylasufning tabiati haqida so'z yuritiladi. Ya'ni Platonning fikricha haqiqiy faylasuf haqiqatni sevuvchi, ruhiy jihatdan pok va aqlan teran inson bo'lishi kerak. Lekin jamiyat ko'pincha bunday insonlarni tasdiqlamaydi va sevmaydi. Platon buni kema shaklida ko'rsatib o'tadi. Ya'ni kemani kapitanlar hech qanday tajribasi bo'lishiga qaramasdan boshqarishga urinadi, lekin yulduzlarni biluvchi, to'lqinlarni tushunuvchi, kemani qanday boshqaruvchini biluvchi insonlar doimo quyi qatlamda qolib ketaveradi va oxir-oqibatda kema suvga g'arq bo'ladi. 7-kitobida davlatning eng mashhur qismi hisoblanadi. Bu yerda g'or haqidagi mashhur allegoriya bayon qilinadi. Bunga ko'ra bir guruh odamlar g'orda kishanlanadi va ularning biri bir kuni ozodlikka chiqadi. Va ularning biri quyoshni ko'radi va bu haqida u qolganlarga gapirishga harakat qiladi, lekin qolganlar uni yolg'onchi deb o'ylashadi. Uni to'g'ri qabul qilishmaydi, hattoki o'ldirish uchun bir nechta choralarni ham ko'rishadi. Bu holat bilan Platon faylasuflarni insonlar qanday qabul qilishlarini aytib o'tadi va bu allegoriya insonni jaholatdan bilimga, soyadan haqiqatga, hissiy idrokdan falsafiy tafakkurga ko'tarilishini ifodalaydi. G'or oddiy insoniy ongni, soyalar esa yuzaki bilimlarni bildiradi. Quyosh esa eng oliy haqiqat, ezgulik g'oyasining timsoli. Faylasuf ana shunday haqiqatni ko'rgan insondir. Lekin uning vazifasi yolg'iz yashash emas, balki jamiyatga qaytib boshqalarni ham ma'rifatga yetaklashdir deb o'z fikriga yakun yasaydi. Platon mukammal davlat tushunchasi abadiy emasligini ta'kidlaydi va davlatlarning buzilishini to'g'ridan-to'g'ri inson ruhining tanazzuli bilan bog'laydi. U boshqaruv shakllarini bosqichma-bosqich yomonlashib borishini ajoyib tarzda tahlil qilgan. Demokratiya, shon-sharaf va harbiy kuch ustun bo'lgan tizim, oligarxiya, boylik hokimiyat mezoniga aylanib, jamiyat boy va kambag'alga ajraladi. Demokratiya, erkinlikning haddan tashqari kuchayishi sababli tartibsizlik va iyerarxiyaning buzilishi yuzaga keladi. Tiraniya, demokratiyadagi cheksiz erkinlik oxir-oqibat mutloq qullikka, ya'ni zolim hukmdor, tiran boshqaruviga olib keladi. Platonning eng qiziq xulosasi shuki, tashqi tomondan eng qudratli ko'ringan tiran aslida ichki jihatdan eng baxtsiz insondir. Chunki u o'z ehtiroslari va qo'rquvlarini quliga aylanadi.
Faylasuf davlatdagi tabaqalar va inson ruhini parallel ravishda taqqoslaydi. Inson ruhi 3 qismdan iborat: aql, iroda va nafs. Adolatli insonda aql qolgan barcha qismlarni boshqaradi. Xuddi shunday ideal davlatda ham aqlli faylasuflar boshqarishi, irodali qo'riqchilar himoya qilishi va qolganlar moddiy ehtiyojlarni ta'minlashi kerak. Jamiyatdagi va insondagi adolat har bir qismning o'z vazifasini mukammal bajarishidadir. Qadimiy faylosuflardan Galafgon va Demant aytganki, adolat o'z-o'zidan bo'lmaydi, uni kimdir boshqarib turishi kerak degan g'oyani ilgari surishgan. Shularning fikri to'g'rimi, nima deysizlar? Menimcha to'g'ri. Agar insonda qo'rquv bo'lmasa, o'z harakatlariga yarasha natija ola olmasa, hech qachon o'ylamay ish qilmaydi. Agar qo'rquv bo'lmasa, inson johiliyatga yuz tutadi. Lekin meni fikrimcha Suqrotning fikrini to'g'ri deb o'ylayman, chunki adolat o'z-o'zidan bo'ladi. Agar insonning qalbida, yuragida adolat degan tushuncha bo'lmasa, biz uni qancha majburlasak ham, qiynasak ham, uning qalbida adolatparvarlik, insonparvarlik degan tushuncha hech qachon paydo bo'lmaydi. Menimcha ularning hammasi to'g'ri gapirgan. Ustoz aytganlaridek, hamma xonani o'ziga ma'qul bo'lgan burchakdan tozalashni boshlaydi. Bu degani har kim olamni mana shu o'ziga ma'qul yo'l bilan, o'ziga yaqin yo'l bilan ifodalashni va anglashni xohlaydi. Demak, bu yerda Platonning aytgan gapi ham to'g'ri hisoblanadi. Adolatni nafaqat insonlar, balki davlat boshqarishi kerak. Chunki davlat bor joyda adolat bo'ladi. Davlatning o'zaro adolat, insonparvarlik, ijtimoiy yordam kabi tushunchalarni ommaga taqdim etadi, nazorat qiladi va ularni boshqaradi. To'g'ri fikr. Asarda bilimning ahamiyati juda yuqori qo'yiladi. Chunki jaholat insonni qullikka olib boradi. Bilim esa uni ozodlikka olib chiqadi. Bahor allegoriyasida ozodlik ana shu ma'rifat orqali yuz beradi. Shu sababli ham Platon falsafani hayotdan uzilgan mashg'ulot emas, balki haqiqiy ozodlikka olib boruvchi yo'l deb hisoblaydi. Platonning til uslubi sodda bo'lsa qaramasdan, ma'no jihatdan juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki dialog shakli asrga jonlilik beradi. Har bir suhbatdosh ma'lum bir dunyoqarash hisoblanadi. Xo'p, asardagi mif va timsollar falsafiy fikrning badiiy ifodasi hisoblanadi. Ya'ni G'or allegoriyasida insoniyat tafakkuri tarixdagi eng buyuk obrazlardan biri hisoblanadi. Bu nafaqat falsafiy, balki siyosiy va ma'naviy ma'noga ham ega. Odamlar ko'pincha so'zlarni haqiqat deb hisoblaydi, lekin aslida bilimga mashaqqat orqali ega chiqiladi. Davlat asarida axloq va siyosat ajralmas holda keltiriladi. Xo'p, ya'ni zamonaviy siyosatda ko'pincha samaradorlik yoki manfaat ustun qo'yiladi. Platon esa siyosatni axloqiy faoliyat deb biladi. Ya'ni agar hokimiyat o'zidan ajralsa, davlat parchalanadi deb hisoblaydi. Shuningdek, davlatda jamiyatning muhim birligi masalasi ham muhim o'rin tutadi. Ya'ni Platon jamiyatning parchalanishi eng katta xavf deb biladi. Bunda agar kim faqat o'z manfaatini o'ylasa, davlat bunda tanzurni tutishini hisoblaydi. Asarning yana bir muhim jihati shundaki, undagi falsafiy optimizm hisoblanadi. Ya'ni Platon inson ruhining kamol topishiga ishonadi. Tarbiya, bilim va falsafa orqali inson jaholatdan qutuladi deb hisoblaydi. Davlat asarida bir nechta savollar keltirilgan, ya'ni bilimga qanday erishiladi, jaholatdan qanday qutulish mumkin, davlatning rivojlanishini qanday keltirish mumkin, shu kabi savollar keltirilgan va bu savollar hozir ham juda muhim hisoblanadi. Shu orqali davlatning kuchi shundaki, davlat asarning shundaki, u faqat javob bermaydi, lekin balki o'quvchini fikrlashga undaydi va asarni o'qigan inson davlat, axloq, bilim va inson tabiatiga boshqacha qaraydi, miya bilan qaray boshlaydi. Shu jihatdan Platonning ushbu davlat asari nafaqat antik davr odamlariga, balki hozirgi davlatning ham muhim maktabi hisoblanadi.